Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Qurilgandan buyon har yili muborak Ramazon oyida maxsus iftor faoliyatlarini uyushtirish orqali Germaniyadagi turk islom tashkilotlariga, musulmon jamoatlarga, boshqa dinlarga mansub diniy guruhlarga va Germaniyaning har qaysi sohalarga Uyg'urlar masalasini anglitishni izchil davomlashtirib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 25 mart seshanba kuni yana Myunxen shahrida zo'r ko'lamli iftor faoliyati o'tkazdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Iso apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitim iftorga Yevropa Milliy ko'rish tashkiloti, Yevropa Türk Federatsiyoni, Yevropa Türk Demokratlar birligi, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın öz çıkılgan köpligen Türk İslam teşkilatlarının mesulleri, Myunxen Chet ellikler Meclisi'nin azaları, Türk matbuatlarının muhbirleri ve Myunxen şehrida yaşavatkan Uyghur qeyrindaşlarımızdan bulup köp sanlı kişi qatnaştı. İftar faaliyetide oldu bilen Dünya Uyghur Qurultiyi tarafından tayarlangan ve Xitayning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan musulmon xalqlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari, bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlarga qaratgan majburiy dinsizlashtirish, diniy asarlarni ko'ydirib yo'q qilish, masjid va mozorliklarni chaqib tuzlab etish, normal ibodat bilan shug'ullangan, ro'za tutgan, haj qilganlik insonlarni turmalarga, jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga qamab qiyin qistoq elishdek vahshiy qilmishlari va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoyning bu vahshiy zulmlarga qarshi xalqaro sahnalarda elib berayotgan faoliyatlari namoyon qilingan turkcha hujjatli film qo'yib berildi. Orqadilla so'zga chiqqan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim oldi bilan Sharq Turkiston davosini uzun yillardan buyon moddiy va ma'naviy jihatdan yaqindan qo'llab kelgan Germaniyadagi turk islom tashkilotlariga bo'lgan minnatdorligini bildirdi. Növətdə Xitayning jazo lagerlarida 3 milliondan ortiq begunoh insonning azob-uqubat chekayotganligini eslatib o'tgan Turg'unjon Alovuddin apandim Dunyo Uyg'ur qurultiyining va chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining Sharq Turkiston xalqining erkinligi, hurligi va ozodligi, shundaqla vatanimizning milliy mustaqillik uchun tinimsiz kurash qilayotganligini ifoda qildi. Dolqin Iso apandim riyosatchiligi jarayonida qilgan so'zida Dünya bo'yicha ro'za tutish va iftor qilishdan mahrum qoldirilgan birdan-bir xalqning faqatli Sharq Turkiston xalqi ekanligini, dunyoda Qur'oni Karimni o'qish cheklangan birdan-bir yerning Sharq Turkiston ekanligini, insonlarning soqol qo'yishi, xonim-qizlarning yog'liq ortishi cheklangan birdan-bir yerning dal Sharq Turkiston ekanligini, dunyoda musulmonlar cho'shkish yeyishga majburlangan, Ramazonda haroq ichishga zo'rlangan birdan-bir yerning dal Sharq Turkiston ekanligini, hatto dunyodagi mustabid diktator va istibdod davlatlardimi musulmonlarga qarata Sharq Turkistondagidek bundaq bir vahshiy zulmning yo'qligini ta'kidlab o'tdi. Dar faoliyatida so'z qilgan Milliy ko'rish tashkiloti, Yevropa Türk Federatsiyoni, Yevropa Türk Demokratlar birligi, Diyanet İşleri tashkiloti qatorliq bir qism tashkilotlarning mas'ullarimi iftorda qilgan so'zlarida o'zlari bilan qon va din qarindosh bo'lgan Sharq Turkiston xalqining erkinligini qo'lga keltirish uchun xalqaro sahnalarda faoliyat elib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyini buningdan keyin moddiy va ma'naviy jihatdan davomli qo'llaydiganliklarini ifoda qilishdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligi, bo'libmi madaniyat qirg'inchiligi yuqori pallaga ko'tarilgan, ko'plagan moyir san'atkorlarimiz turma va jazo lagerlariga qamalgan, Uyg'urlar Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib changchil o'ynashga, atalmish Junxo madaniyatini qabul qilishga majburlanayotgan bir paytda chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, bo'libmi yoshlarimiz 2025 yillik Navro'z bayrami orqali Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligini yana bir qatam dunyo jamoatchiligiga eslatib o'tish bilan birga o'zlarining Uyg'ur madaniyat san'atiga bo'lgan cho'nqir ishtiyoqini va sevgisini namoyon qilishdi. Vatan ichida yo'qolish girdoviga berib qolgan milliy madaniyatimiz va san'atimizni qo'g'dab qilish va chet ellardagi Uyg'ur yosh o'smirlarimizning milliy an'analarimizga, urf-odatlarimizga va milliy madaniyat san'atimizga bo'lgan muhabbatini va qiziqishini yanada oshirishni o'zlarining asosli vazifalarining biri qilgan har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz bu yillik Navro'z bayramimizni har xil shakllarda tabrikladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim 2025 yillik Navro'z bayrami munosabati bilan 21 mart qurultay yoshlar komiteti tarafidan o'tkazilgan tor programmasida butun Sharq Turkiston xalqining an'anaviy bahor bayrami hisoblangan Navro'z bayramini qutlaydiganligini ifoda qilish bilan birga mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning milliy an'analarini, milliy madaniyat san'atini va milliy aloyidliklarni butunlay yo'qotish nishoniga aslo yetolmaydiganligini,
Her qaysi ellərdə Uyğur təşkilatlarımız tərəfindən ötküzülgən Noruz fəaliyyətlərində Uyğur yaşlarımızның özlərinin milli mədəniyyət sənətiga göstərgan qiziqishining, muhabbatining va sevgisining buning jonliq isboti ekanligini eskartib o'tdi. 23 mart Markaziy Germaniyadagi Uyğur madaniyat va ma'rif birligi Myunxen shahrida Noruz faoliyati o'tkazgan bo'lib, mazkur tashkilotning raisi Farida Niyoz xonim stansimizning ziyoratini qabul qilib, faoliyat haqida to'xtalib, mundaq dedi. Uyghur Medeniyet ve Mağrib Birliği bu qıtımkı Noruz faaliyeti qatnaşqanlığımızdan naytımı xursan bulduk. Bu faaliyette Uygurlardan başka Özbekler, Afganlar, Ermeniler, Kürtler ve başka milletler bulup, dünyanın hem yerden yığılgan, oxşumagan, eriktiki, oxşumagan medeniyetteki milletlerinin bir yerge cem bulup, billa Noruz tebrikleşi bu bizni bekma hayacanlandırdı. Bizning Uyghur Medeniyet ve Mağrib Birliği tarmağıdaki Uyguriye Mektebining omak o'quvchilari ustozi Xalisa Abdullah muallimning qitir qinib o'gitishi bilan tayyorlab chiqqan nomerlarni sahnada o'rinladi. Bu nomerlar tomoshabinlarning qizg'in orqishiga erishdi. Bizning aytgan naqshlarimiz, chag'an musiqalarimiz, seg'inish kuylarimiz yana ona tilimiz bilan shu maydonda jarangladi. No'ruz demak, yangi yil demak. No'ruz bizning yuragimizdagi orzuyimizni, bizning kutgan umidlarimizni, bizning gul, bük baraqsanlıqqa to'lgan shundaq bir güzel bir hayotga intildigan bir millat ekanligimizni biz bu faoliyatga qatnashish jarayonida yana bir qatam yashadik deb o'ylayman. 25 mart kuni Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Amerika Uyg'ur jamiyatining o'rtaq o'rinlashtirishida No'ruz bayramini qutlaqlash faoliyati o'tkazilgan bo'lib, faoliyat jarayonida mustabid Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonda azonning va mungliq naqshi navolarimizning o'rniga Xitoyning changchillarini dastitish harakatining yuqori palliga ko'tarilganligini eslatib o'tishgan mazkur tashkilotlarning rahbarlari chet ellardagi tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning tinimsiz ilib borgan kurashlari natijasida bugun Uyg'urlar masalasining xalqaroning muhim kun tartiblarining biriga aylanganligini, G'arb demokratik ellarining orqa-orqadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilib, Xitoy qarshi turli jazo va embargo tadbirlarini yo'l qo'yayotganligini, dunyo jamoatchiligining kuchli besimiga duch kelgan Xitoy hokimiyatining hamon bir kuni tiz bukib, Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlardan voz kechishga majbur bo'lganligini, buning uchun muhojiratdagi butun qarindoshlarimizning yanama zo'r g'ayratiga kelib, butun dunyo miqyosida Xitoy qarshi ilib berayotgan kurashlarni yanama kuchaytirishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tishdi. No'ruz bayrami Uyg'urlarning an'anaviy bahor bayrami bo'lib, kun bilan tun tanglashgan 3-oyning 21-kuniga to'g'ri keladi. Bu bahorning, ya'ni koni yilning oxirlashib, yangi yilning boshlanganligidan derak beradi. Shunga u yangi kun deb atalgan. Navbatda muhojiratlik Uyg'urlar bu bayramni har xil shakllarda tabriklab kelmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.